أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد hurmatli qarindoshlar, kamtarlik Alloh subhanahu va taolo bandasiga in'om qiladigan islomning eng asosiy prinsiplaridan biri bo'lgan jamiyatdagi inoqlik va ittifoqlik hamkorlikning asosi bo'lgan go'zal bir axloq. Qanday odam Allah üçün kamtarlik qilsa, Allah uning darajasini ko'taradi. Qanday odam Allah üçün o'zini tuvan tutsa, Allah subhanahu va taolo uni aziz qiladi. Qarindoshlar, biz payg'ambar alayhissalatu vassalamning tarixiga, tarjima holiga qaysi tarafdan qaramayli Rasulullahninki kichik bolalarga salom qilishlaridan tortib, kichik sahobalar bilan o'zaro ahvol so'rab, ahvollashishlardan tortib, Oysha radhiyallohu anhaninki Rasululloh uy ichidagi ishlarning hammaga yordamlashatdi, kiyimlarni tikib beradi, oyoqlarni yamab beradi degan so'zlargacha Rasulullohning go'zal axloqlarini ko'rib olamiz. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu qadar go'zal, fazilatlik axloq, ya'ni kamtarlik axloqini qanday qilib qo'lga keltirdi? Bunun neticesinde Resulullah'da qanday ahvollar ko'rildi. Biz bunu Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki Sura Ali İmran'ның 159. ayetindeki ayetten ko'rib olsak bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala Resulullah'a xitob qilib deydi: "Estaizu billah fabima rahmatin minallah linta lahum wa law kunta fazzan ghalizal qalb lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Allah subhanahu wa ta'ala'nın rahmeti sebeplik, insanlarda olsun, kemterlik, mehribanlık, Allah'ın insana bergen bir rahmeti. İnsanın alaqısı, Allah ile boğan alaqısı, Rabbu ile boğan alaqısı yaxşı olganda, Allah insana şundaq bir rahmet ata qılıdı ki, lente lahum, insanda bir mulayimlik, yumuşaklık, etrafındakilerge mehribanlık peyda oldu. Resulullah'ın Allah subhanahu wa ta'ala şuna davet ediyor. Allah'tan boğan, Allah sana ata qılgan bir rahmet bilen sen ulağa yumuşudun. Ma ibaret yumuşudun diye, yani mulayim buldun. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Eğer sen taş yürek, qattiq mesela rahim soğan bolsan, ular etrafından qanaqib ketadi, tarqab ketadi. Tabii ki bu ayet tilga ilingan Peygamber aleyhissalatu vesselam'ning ki etrafidagi sahabalarga, kishilarga, agash kuchlarga mulohim bo'lganligidan iborat Allohning rahmatini biz Rasulullahning amaliy hayotidan, tarjima holidan va yaratgan natijalaridan qo'lga keltirgan ishlardan ko'rib olamiz. Amaliyotda har qanday bir dada oilada yoki ana yoki muallim yoki ustoz yoki har qanday bir yerdagi ish egilari, har qanday bir rahbar darajadagi odamlarning hammasi bu oyatda tilga olingan Allohning rahmati bo'lgan kamtarlikka ehtiyojli. Kamtarlik bayatın deganimizdek Allah bilan bo'lgan aloqa yaxshi bo'lgan vaqtida Allah tarafidan beriladigan bir ne'mat, bir rahmat o. Sening aloqangning darajasi qanchalik bo'lsa, sening qalbing rahmatga shunchalik tushadi. Bu rahmat sening so'zlaring, ish faoliyating, kishilar bilan bo'lgan muomilalaringda o'z ta'sirini ko'rsatadi. Shuning bilan kishilar atrofingga o'lishadi, atrofingga yig'iladi. Ammo Alloh saqlasin, Alloh bilan bo'lgan aloqang uzilib o'tirgan yaxshi bo'lmagan vaqtida sening qalbingga qattiqlik, rahimsizlik o'rnaydi. Atrofingdagilar bir-birlab shu qattiqlik, rahimsizlikning ta'sirida atrofingdan qochdi. Bu degan dunyodagi g'alba qonuniydi. Bu degan dunyodagi hamkorlik qonuniydi. Har qanday bir dada o'zining bolalarining atrofiga o'lishishini,
dadasini yaxshi ko'rishini, dadasining qo'llashini yaxshi ko'radi. Va har qanday ustozmi shu, har qanday mudarrismi shu, har qanday bir rais, har qanday bir rahbar, har qanday ish beshidagi har qanday odam atrofidagilarning o'ziga yepishib turishni xohlaydi. Chunki g'albining asosiy o'rtoqlik, hamkorlik. İnsanlar hamkorlashmagan vaqtida ish g'alba. Hamkorlashishning birdan-bir sharti dal bu xildagi kamtarlik. Insonning kamtarligi bo'lgan vaqtida, boshqalarga yumshoq muomala qilgan vaqtida, boshqalar bilan yaxshi o'tgan vaqtida hamkorlashish o'rtaga chiqadi. Undan keyin buningdan g'alaba natijasi qo'lga keladi. Tabiiyki biz bayatni deganimizdek kamtarlik Allohning qalbga solgan ne'matining, rahmatining nimasi ta'siri. Biz davomli ittifoqlik haqida so'zlaymiz. Birlashish haqida so'zlaymiz. İşlerimizni ratlab birer natijani qo'lga keltirish haqida so'zlaymiz-yu, ammo bularning asosi bo'lgan guruhlashish, hamkorlashib, ish guruhlashishini, ish guruhi tashkillash. Va buning amaliyotda texnik cho'kkan vaqtimizda buning asosi bo'lgan kamtarlik, atrofimizdagilarga yaxshi muomala qilish haqida o'ylab boqmaymiz. Hozir g'alaba qilgan kishilarning ishlariga qarab baqsaq, bularda ish guruhi hukumiy shakllangan ham amaliyotda ashta birliklik ular ishlarini. Ya'ni ishlar kasbiy shaklda, taxassus kasbiy shaklda taqsim qilinadi. Masalan, men o'zimning kasbini yaxshi qilaman, u o'zi bilganini yaxshi qiladi, yana bir tarafini yaxshi qiladi. Ondan keyin hamma har tarafdan o'zimiz yaxshi bilgan ishlarni tajribamizga asosan puxta shaklda bitirib kelganimizda bir yerga kelib bu ulashib bir o'rtaq natija hosil bo'ladi. Endi mushularning hammasining ashta o'rtaq bir yerga kelishlari, ishlarini mayli men boshqa kasbdagi bir odam, ma'lum tarafi munosabatlik bo'lsin. Yana birisi uning yana bir tarafiga mas'ul, yana birisi yana bir tarafini bitaraf qiladi. Mushularning o'tirida agar kamtarlik bo'lmasa, birisi-birisiga yo'g'onlik bo'lib qolsa, boshqalarga mutakabbirlik qilgan vaqtda bular hammasi o'zi shaxsan yo'l tutib mangadigandir. Buningda balkim ma'lum odamlar o'zining ma'lum bir sohalarda g'alaba qilishi mumkin, juz'iy g'alaba, ya'ni ma'lum tarafga, ammo ummat, millat, xarakterlik g'alaba o'tirga kelmaydi. Asli islomning talabi bu, o'rtoqlashish, hamkorlashish, bir-biri bilan yepishish, bir yerga kelish. Va buning asosi bayatni deganimizdek o'zaro birisi-birimizga kamtar bo'lish, birisi-birimizni ko'tarish, ya'ni. Ya'ni o'zimni boshqalarning oldida to'an o'rinda turish, boshqalarni o'zimdan cho'ng o'rinda qo'yish. Bu islomning asli talabi. Buni bilan ondan keyin o'rtoqlik, hamkorlashish, ishlarni tur bo'yicha ayirib kasb bo'yicha taraqqiy qildirib bir yerga kelganda o'rtaq bog'lay oladigan, birlashtira oladigan bir holatni shakllantirish asli islomning talabi. Bu jihatda boshqalar islomdan xabarsiz kishilar bunday aytgan vaqtda bugungi kunda, ya'ni islom dunyosining g'ayri kishilari bu jihatda g'alaba qildi. Bular bu nuqtani tushunib yetib oldi. Ammo afsus, biz islom ahli bo'lish sifatimiz bilan, islomning talabi bo'lish sifatimiz bilan biz buni qilamidik. Biz boshqa darslarimizda deb kelyapmiz. Hamkorlik bir fazilat. Hamkorlik Alloh qo'ygan bir ibodat amaliyotda. Hamkorlik degan bir madaniyat, kelgusiga qoldira oladigan, hamkorlik degan kuch-quvvat. Ammo mushlarning hammasining asosi kamtarlik. Va bu kamtarlikning asosi Alloh subhanahu va taolaning sening qalbingga rahmatini qana qilishi, to'ldirishi. Bu orqali masalan boshqalarga muloyim bo'laysa, o'zingni to'n tuta olaysa, boshqalarni o'zingdan yuqori o'rinda hurmatli olaysa, mana buning bilan ondan keyin atrofingdagilar sana o'lishadigan, sening atrofingga keladigan o'rtaq mangadigan bir holat shakllanadi. Aksi taqdirda atrofingdagilar sendan qochadi. Chunki muloyim bo'lmagan vaqtda, kamtar bo'lmagan vaqtda, hamkorlashmagan vaqtda noto'g'ri raqobat shakllanadi. Hammasi o'zining kumichiga cho'g'tatib deydigan bir gap bor. Ya'ni o'zini asos qilib turib raqobat paydo bo'ladi.
To'g'ri shakldagi raqobat emas. Ya'ni islomning xizmatini, millatning xizmatini qilolaman, men ko'p qilaman degan shakldagi raqobat emas. Ya'ni men deydigan bir raqobat o'tirg'i chiqadi. Hammasi o'zini yo'g'unutish yoki o'zini oldingi o'rniga qo'yish asosida bir maydon musobaqa paydo bo'ladi. Shuning bilan hamkorlik tugaydi bu yerda. Parchalanish yuz beradi. Masalalar parcha shaklda mengiladi. Buning da g'albining bo'lmaydiganligi, utuqning bo'lmaydiganligi 100% muayyan bir ahvol. Endi mushu o'zaro hamkorlik Alloh subhanahu va taoloninki qalblarimizga bir rahmatni to'ldirishi, birisi-birimizga kuyimchan bo'lish, kuyinish, qatorliq mushunga munosabatlik bir oyat bor. Oyatni o'qishning oldida men mushunga munosabatlik bir voqelikni sizlarga eslatib o'tay. Hamma biladigan voqelik. Payg'ambar alayhisalom Makkadan Madinaga kelgan vaqtida hamma bilamiz, Makkadan Madinaga kelgan musulmonning soni necha yuz. Madinadagi musulmonlarmi necha mingdan eshmaydi endi. Madinaning hatto ko'p qismini egallamaydi. Ammo Rasululloh Madinaga kelib tunji qilgan ishi nima? Hamkorlik. O'rtoqlik o'rnatdi. Holbuki shu vaqtda Madinada Avs va Xazrajdan iborat ikki qabilaning musulmonimi bor, mushrikimi bor, buddisimi bor. Hammasi musulmon emas. Ondan boshqa bir bo'lik musulmon shaklidagi munofiqlar bor. Ondan boshqa nurg'un qabilalarda nimalar bor? Yahudiylar bor. Shu vaqtda Rasululloh Madinaga kelib tunji qilgan ishi nima dedi Rasululloh? Ahlu Yasrib umma vahida. Men bayatni davatgan turlik musulmon qaymon hammasi bor. Men uni demayman hozir davatgan gapim. Biz o'zimizni musulmon deb turayotgan voy avmi qarindishim, bumi qarindishim musulmon ahli islom davatgan islom jamiyat bir to'plulugiga xitob qilyapti. Ya'ni Rasululloh o darajada o'rtoqlashtirib hamkor bikaga hamkorlashmaydi odamlar. Rasululloh shu vaqtda ularga o'zining shu qalbidagi rahmat sababidan marhamat bildirib, ularga marhamat ko'rsatib, mehribonligini bildirolmasa, ularga Rasululloh kamtarligini bildirolmasa, ular Rasulullohdan mehr shafqatni his qilmasa, kelmaydi uningga. Chunki biz Yasribning tarixida 127 yildan buyon urush to'xtamagan. Arablarning orasida, Yahud arabning orasida urush to'xtamagan. Rasululloh kelib bir marhamat, kamtarlik, hamkorlashish to'yg'usini o'tirib qo'ydi. Buni hammalar his qildi. Musulmonmi, kofirmi, ya'ni g'ayri musulmonmi bir yerga keldi. Bir ummat bo'lib, bir puhra shaklda, bir davlat shaklda o'tirib chiqdi. Qolgan tarix hammalarga aydin. Buning hammasi kamtarlikni asos qilib turib yetilgan islom go'zal axloqlarining ta'siri. Bayatni o'qimoqchi bo'lgan oyatim Sura Baqaraning 152-oyatida Alloh subhanahu va taolo fazkuruni azkurkum. Balkim nurg'ullarga bu oyatni shunday o'qib o'tgan bo'lishi mumkin. Bu oyatda bizga xitob qilib Alloh deydiki, "Meni aslanglar, men sizni aslayman" deydi. Bu yerdagi "meni aslanglar" degan qandoq iqom, "men sizni aslayman" degan qandoq iqom. Biz Allohni aslashimiz qaysi nuqtalarda aks etadi, qaysi nuqtalarda uning ta'sirini ko'rgili bo'ladi? Allohning bizni asligini bizden nimish bo'lgani. Ya'ni nimish bo'ladi Alloh bizni aslasa. Tabiiyki, bandining Allohni aslashi, Alloh o'zining bandichiligini ado qilishi, bandichilik mas'uliyatini ado qilish, ammo Allohning bandini aslashi bo'lsa, bandiga aql berish, bandiga hikmat berish, bandiga marhamat berish, bandiga o'zaro hamkorlasha oladigan bir fazli marhamatini ochalish, guruh bo'lisha oladigan, guruh bo'lishib xizmat qila oladigan, o'rtaq bir yo'lda manga oladigan holatni ato qilish, bu Allohningki bandiga bergan marhamati, bandini asligini. Qachon biz ittifoqlashmaganimizda tushunsak bo'ladiki, Alloh bizni aslamabdi. Qachon biz o'zaro birisi-birimizga kamtar bo'lmaganimizda, birisi-birimizdan hamkorlashmaganimizda bilsak bo'ladiki, Alloh bizni tashlab o'tibdi, aslamabdi deb tushunsak bo'ladi. Esingizda bo'lsin, bu jamiyat, bizning jamiyatimiz, biz Allohning shu fazli marhamatiga erishib, Allohning yo'lini tatbiqlab,
Muşu xil axloqlarni yetildirmasak, mangu isloh olmaydi. Buningga hargiz yo'l yo'q. Faqat bizning chiqish yo'limiz islom bizga tavsiya qilgan, islom ta'limot bergan go'zal axloqlarni amaliy hayotimizda yig'izimizda emas, o'zaro muomalalarimizda, turmushlarimizda tatbiqlab, uning ta'sirini boshqalar his qila olgan, boshqalarga ta'sir ko'rsatadigan bir holatda bo'lganda isloh bo'ladi. Bundan boshqa sabab yo'q. Qiyomat Odam alayhisolamdan tortib ta qiyomatga qadar masalaning davomli buzilish manbasi nima desa, dal Alloh bizga ko'rsatgan ta'limotidan islom axloqi. Men burungi darslarımda dedim, axloq degan o'qim bir odamning qo'l bog'lab to'g'ni emas, molla muloyim ko'ngini emas. Axloq bir odamning yashash uslubi, yashash tarzi, hayot mezoni u. Islom buni qana qilyapti bizga ta'lim. Bu inson qurilishi amaliyotda. İnsan qurilishi. Xuddi bir mashina lozim bo'lsa, bir muvassifatlarini biz zavodlarga orqali rang qizil olsun, anda olsun, bunda olsun, aldaynik anda olsun, deymiz ya. İnsanni dunyoda Alloh subhanahu va taolo mandaq olsun deyapti. İnsan ashtaq olgan vaqtida o'zaro muomalada, shaxsiy turmush shakllarida Alloh degandek o'qinida jamiyat tuziladi. Shu vaqtda masala qolmaydi. Ammo bizning nodonligimiz, bilimsizlikimiz sebebinden, bu noktalarını tushunmasligimiz sebebinden biz özümüzge özümüz qilib ketib boramiz. Esingda bo'lsin, düşman bizga soladigan ziyondan insonning nodonligi soladigan ziyon ko'p. İnsan nodon bo'lib qolsa, o'ziga düşmanidan bakroq ziyon sola oladi. Bu kallanlarda eni qo'yib ketsin. Payg'ambar alayhisolamning hadislarida bu haqda ko'rsatmalar intayin ko'p. Rasululloh Bayhaqi Sunan Kubroda kelgan bir hadisda tuba liman tawada'a Kemtir oğallağa hoş mübarek olsun deb, hoş mübarek ilan kıldı Resulullah. Yani bir İmam Müslim Tirmizi Ebu Hureyre'den rivayet kılan bir hadiste radıyallahu anhu. وَمَا تَوَادَعَ عَبْدٌ لِلّٰهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهِ. Kandak bir bende Allah için kemter olsa, özü tüfen tutsa, Allah onu götürür. Demek kemterlik peygamberlerinin belgesi. Ulemalarınki siması, uftuk kazangan muvaffakiyet erişken rehberlerinki tutmanga yolu. Endi bu nuqtani tushungan bo'lsak, zaten biz qanda qilish orqali kamtar bo'la olamiz. Yani bizni kamtar qiladigan yo'l nima degan vaqtda benda eng burun Alloh subhanahu va taoloning buyukligini tasavvur qilish kerak. Men kim deyish kerak? Alloh kim deyish kerak? Osmon zamin Allohning yaratilgan maxluqlarining birisi. Bu nuqtaga qarab Allohning buyukligini esga vaqtda o'zining hech nima emas ekanligini his qiladi. Shu vaqtida o'zining oddiy bir ojiz maxluq ekanligini tushunib, o'zini tuvan tuta oladi. O'zining nadin chiqqanligini bilish kerak. Qanday holatda o'zini boqolmaydigan, hatto o'zining jiniga kafolalik qilolmaydigan bir buvoq. Bir narsa yeyishga tishimi yo'q bir buvoq ham hisobda. Mana bir holatda yo'g'inab kuchga kelgan vaqtda hamma ishlar o'ngga tortsa, inson turib xuddi hamma ishni o'zi qila oladiganidek, kuch vodak, bilim vodak his qiladi. Halbuki Alloh buni ko'rsatib, insonni shu hech nima kuchi yetmaydigan bir holatdan yo'g'inib bu holatga keldi va oxirisida yana kuchi ojizlashib, bilimlari tuvanishib, ko'zlari ko'rmaydigan, quloqlari anglamaydigan bir holatga kelib dunyodan akitdi. Shunga qarash kerak inson. O'zining Allohning oldida hech nima emas ekanligini bilish kerak. Xuddi mana bir ahvol bor. Bizda quduqdan chiqmagan paqa deydigan bir ifoda bor. Buning nazardosi intayin kengulu, tarulib, butun dunyoni o'zining quduqi deb o'ylaydi. Butun dunyodagi birdan bir maxluq men deb o'ylaydi. İnson safar qilib baqqan vaqtida, o'zining yurtidan chiqqan vaqtida, o'ziga o'xshash har turli, har sohadagi kishilar bilan kurashib baqqan vaqtida dunyoning bek cho'ng ekanligini, o'zidan iqtidorli kishilarning borligini, o'zidan bilimli kishilarning borligini biladi. O'zining o'ncho'la mag'rurlanigudek, takabburlik qilgudek, cho'ngchilik qilgudek adam emas ekanligini shu vaqtda his qila oladi. Shu inson davomli boshqalar bilan arilishib turish kerak, safar qilib turish kerak, ko'rib turish kerak, ko'z yugurtishi kerak ki bu orqali kamtarlikka yesin inson. O'zining takabburlashib ketishiga yo'l qo'ymasin, o'zining qanchalik odam ekanligini o'zi bilsin. Shu Imom Shofiy rahimahulloh deydi, safar qilib boqmagan odamda ilm yo'q deydi Imom Shofiy rahimahulloh. Chunki safar qilib boqqan odam andan keyin o'zining qancha ekanligini biladi. O'zidanmi
bilimli kishilarning borlig'ini ko'radi, o'zining cho'ng'ishlik qilayotgan, o'zining oddiy mag'rurlanishga hech arzimaydigan bir inson ekanligini shu vaqtda tushuna oladi. Ma'lumot almashtiradigan gap. Menda yo'q narsa aningda bor ekan, men uningdan olay. Aningda menda yo'q ekan, uningga beray. Hamkorlik shakllanadi, jamiyat mustahkamlanadigan gap. Imom Shofiyning yana bir gapi keldi. Imom Shofiy rahimahulloh deydi, mening bilimim oshgan siri bilmaydigan narsalarning ko'pligini bilyapman deydi. Bu shu bir ma'lumotning keng bo'lish masalasi. Esonda bo'lsin, mutakabbir odam qanday buni desa, nazar doirasi intayin ta biladiğine az, ma'lumot tajribasi ko'gini az odamlar bo'ladi. Hargizmi nazar doirasi keng, ko'pni ko'rgan, bilimi kengri insonlar hargiz mutakabbir bo'lmaydi. Chunki o'zining ne qadar narsalarni bilmaydiganligini u biladi. O'zining ne qadar ojizligini u biladi. Ibn Qayyim Javziy rahimahullohning bu haqda bunda bir gapi bor. Mush kamtarlik babidagi kamtarlikningki birinchi qadami, birinchi darajasi Allohning shariati ta'limotining oldida inson o'zini kamtar tutishi. Endi bu yerga kelgan vaqtda biz bir narsani deyish kerak. İnsonni dunyoda mag'rurlantiradigan birdan bir narsa insonning aqlining ishlab qilishi. İnsanın ma'lum darajada zirek, o'tkir ishlarni to'g'ri o'ylaydigan bo'lishi. To'g'ri. Aql intayin muhim bir halqa. Allah subhanahu va taolo inson ato qilgan insonni butun barliq jonliqlardan yuqori o'ringa chiqqan muhim bir narsa. Ammo mushkuli nada? Masala nada desa, aql yalğız bir manba bo'lib qolganda, insonning qarorining tek tayanchi bo'lib qolgan vaqtida, bir tayanchi bo'lib qolgan vaqtda xatolik shuyada yuz beradi. İnsanı çoğun bu yolda, hayatta yeteklep turadigan aqldan üstünroq bir manba bo'lishi kerak. O olsa mı dini manba, asman manbasi, yani vahiy manbasi. Biz aqlni nimaga qo'llanamiz desa, shu vahiyni, shu diniy ta'limotlarni tushunish, tatbiqlash, shuni ijro qilishga qo'llanishimiz kerak. Ya'ni demakchi o'g'inimiz aql dini manbaga, insonning butun hayotiga yolg'iz hokim bo'lmasligi kerak. Balki aqlga diniy manba hokim bo'lishi kerak. Aql berilgan bu Alloh bergan bu ne'matdan foydalanib, biz u narsalarni to'g'ri iste'mol qila oladigan, to'g'ri hazm qila oladigan bir holatda bo'lishimiz kerak. Men bir narsa deyman. Zaten aql agar mutlaq kuchga ega bo'ladigan bo'lsa, ba'zilarning deganidek, agar mumkin bo'lsa, farzand bir taqdir 50 yil yoki 100 yil ilgari o'lib ketgan odamning bugungi kunda, shu soatning o'zida tirilib o'rindan chiqishi mumkin bo'lsa, bugungi biz qo'llanayotgan narsalarni aslo aqlga sig'dira olmaydi. 50 ming parcha kitob kichik bir uskuniga sig'ib ketdi desa, aslo qabul qilinmaydi. Bu nimani ifodalaydi desangmi, aql insonga mutlaq berilgan narsa emas, balki inson bir yashagan muhitning ta'sirida shakllangan insondagi bir hukm. O muhitga qarab turib o'zgarib turadi. Yashagan muhitning cho'ng kichikligi, keng torligiga qarab turib aql ziyoda bo'ladi. Bu bir mutlaq bir narsa emas. Bundan olgandan keyin aql insonga hayotida butunlay hokim bo'la olishi bu mumkin emas. Ammo muhim bir nuqta esingizdan chiqmasin. Aql Allah bizga bergan bir qurol. Vahiy bo'lsa, bu din ta'limoti bo'lsa, Allah bizga tushirgan bir yo'l. Allah hargiz zid ikki narsani bizga bermaydi. Allah insonga bergan bu aql, Allah inson uchun tushirgan bu ta'limotga hargiz zid kelmaydi. Qachon bizning ko'zimizga bu aqlimiz insonning o'zini mag'rurlantirib qo'yadigan, mutakabbirlik oladigan bu aql, bu bilim Allohning ta'limotiga zid kelgan vaqtda inson o'ylab baqish kerakki, Allohning ta'limotini ustunligini bilish kerak. Chunki u asosiy manba bo'ladi. Ya'ni bayatdanqi hadisni qaytadan bir takrorlash to'g'ri kelmish kelgan vaqtda gapni xulosalasak, kamtarlik birinchi qadamda
insonninki Alloh subhanahu va taoloning oldidagi kamtarlik bo'ladi. Bu birinchi qadami. Bayatan qadisini takrorlaymiz. "Va man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah." Qanday odam kamtar bo'lsa, Alloh uni qanaq chiqaradi, ko'tarib chiqaradigan gap. Ya'ni uni izzat ato qiladi, sharaf ato qiladi. Inson o'zini tuyan tutqanga har ko'z inson nima bo'lib qolmaydi, tuyan bo'lib qolmaydi. Mutakabbirlik qiladigan faqat o'zining qanchilikligini, yaratquchining qanchilikligini bilmaydigan bir nodon inson mutakabbirlik qiladi. Esingizda bo'lsin, mutakabbirlik insonning normal xizmatini butunlay qadam chiqaradigan bir virus. Bir misol olsam, oddiy misol, bizning uyda bir sut bor, bir qancha ma'lum miqdorda sut bor. Uyga nurg'un mehmonlar kelsa, men sutga suv aralashtirish orqali hammalarga yetarli bir ichimlik hozirlayman. Buzmaydi. Ammo sutga bir temetim buzuq moddalar, mayli nima bo'lsin suyuq moddalardan, buzuq moddalardan bir temetim qo'ysam, aslında hammasi buziladi. Shunga o'xshash inson qanchalik uxlab ketsin, shu mutakabbirlik virusi insonda bo'lgan hamon. Bu kamtarlikning dal aksi. Tam aksi mutakabbirlik. İnsan qanchalik bo'lib ketsin, mutakabbirlik bo'lgan hamonlar buning hammasi tugaydi. Xuddi cho'ng bir qachdagi sutni bir temetim buzuq modda yoki har xil suyuqlikqa buzgandeklan masala. Payg'ambar alayhisalom bu haqda Imom Muslim Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqal zarratin min kibr. Ya'ni qalbida bir misqalchilik, zarrachilik masalan. Bir misqal. U qanchalik narsa ham do'minat bir zarraning birimiz ajoyib ig'ir virus bu. Bunda odam jannatga kirmaydi. Mutakabbir. Chunki u odam normal hayotga mos kelmaydi uning. Chunki inson men degandan keyin, men kim u degandan keyin Alloh bilan u mos kelmaydi. Bir yerga kelinmaydi u. Alloh subhanahu va taolo bir hadis qudsiyda Imom Buxoriy Abi Hurayra rivoyat qilgan hadis qudsiyda cho'nglik mening dedi. Al-kibriya ridai. Buyuklik mening dedi. Val azma izari. İnsana yaraşmaydı, insana yakışmaydı azaldan. Demek insan şunda men çoğun, men kimu degenden keyin birinci to'qonishidagini Alloh subhanahu va taolo. Çünkü insan degan kim o Allohning oldida? Qanchalik narsa u? Undan keyin atrofidagi mayli dadabolar orasida, hatto qarindoshlar orasida, saboqdoshlar orasida, xizmatdoshlar orasida, qo'lim qo'shlar orasida inson o'zini shunda yo'g'on o'ringa qo'ygandan keyin mushkul shu yerdan chiqadi. Biz yuqorida deganlarimizning hammasi shaxsiy insonga, shaxsiy bir kishilik insonga ko'rsatgan ta'sir bo'lib qolsa, mutakabbirlik insondan xalqib agar davlat arboblarga, bir davlatning xarakteriga singan vaqtida dal biz boshdan oyoq qarshi bo'lgan zolim, zulm, haddidan eshish, boshqalarni ezish, boshqalarning yurt makonlarini tartib elish, boshqalarni qo'g'lab chiqishdek zulm bir davlatda ashadni shakl. Chunki davlat arboblari, hokimlar Alloh ularga bergan vaqtlik bir imkoniyatlar, kim gap qilsa shu gapini anglagan, nimani buyursa ijro bo'layotgan bu ahvolga qarab turib, xuddi o'zining har fikri, har gapi kesin ijro bo'lmagandek bir xil tuyg'u bo'ladi. Bu kibrlikning boshlanishi. Shuning bilan u qilgan ishlarining hech qaysida Alloh subhanahu va taoloning hisobotiga qatmaydi. Halbuki Allah zalimlarni bütün insonlarga, bütün jahonga uning zolimligini, tog'iyligini bildirib turib vayron qilish uchun, boshqalarning hammasiga ibrat qilish uchun va umli lahum inna kaydi matin sura A'rofning 183-oyatda deyilgandek ma'lum vaqt beradi. Bu berilgan vaqtning o'zi bularni texmatini oshiradi. Hamma ish ijro bo'layotgan. Kimga qanday zulm qilsa ketivergan, mazlumlar ketivergan, zolim buning yo'li echilavergan, hammasi buni qo'llayvergan. Bu ahvol bularni texmo yo'g'inotib eng oxirida zolim dunyoda Fir'avn gibi, masalan Namrud gibi, zamonimizdagi atrofimizda biz ko'rayotgan, bizni buzoq qilayotgan, bizga zulm qilayotgan zolimlar gibi insonlar o'tirib chiqadi. Buning hammasi nima desa, bir kichik insondagi kamtarlik bo'lmasligidan bo'layotgan ahvollar.
Kemterlik meselesini addiy qaramaqlar qarindoshlar. Bu insondagi addiy bir uqumdek tuyulg'uni bilan mesele yo'g'iniga vaqtida bayat degandek dunyodagi tağutlar, dunyodagi zalimlar del kemterlik olmaganlik tufaylidan, mutakabbirlik olmaganlik tufaylidan o'tirg'i chiqadigan gap. Shunga biz her insonninki cho'ng kichik to'ng'ishlik har qanday insonning kemterlik bilan ziynatlanishni, islomning bu axloqininki butun jahonga, butun kishilarninki, butun musulmonlarninki ziynatlanishga tegishli muhim axloqligiga biz ishonamiz. Shuning bilan bugungi kemterlik haqidagi sözümüz oxirlashdi. Alloh hammalarni takabburlikdan neri qilsin, takabburlikdan bizni saqlasin, kemterlikdan iborat bu güzel İslam ahlakını bizge nisb qilsin, qalbimizni rahmat bilan to'ldirib, atrofimizdagilar bilan mehr, muhabbet, sil rahmi bilan aloqa qiladigan holatga kelsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.